Kelganimda bu yerda nimada aravachada olib kelishdi. O'zim yurolmay kelganman-da, anaqa bilan shu 15 yil bo'lgan bo'lsa, zahar bo'lganimga ishib ketgan hamma joylar quvvat yo'q, holsiz holatda kelganman. Umuman juda ko'p joydan beryaptim, foydasini bilmadim unaqa. Keyin yerga keldim. Mana nima yaxshi. O'zicha diabetikga neuropatiya bilan kelgan bo'lsam, hozir saharim nimaga tushgan, buyrak anaqa berib ishib ketgan bo'lganman menda. Qancha ish yo'q. Yo'q, ishlari yo'q mana oyoq qo'llar ham yo'q. Mana birinchi kelganimda 3 kun bo'lganda anaqasini foydasini bildim, osma kunlar haqqat. Bizlar shu akalarni ta'rifini Eshitib keldik, haqiqatda mana maslahatlar berdi, hozir analizlar topshirdik. Butun nimalarimizni ko'rib chiqdi. Shu vrachlarimiz juda bir muomalalari yaxshi ekan. Pokiza ekan, joylari pokiza, chiroyli, yotib dam olsa bo'lar ekan. Lecheniya olib, bitta nimalarni ham, grijalarni ham davolar ekan. Klinika ekan, juda katta klinika ekan. Mutaxassislar ham yaxshi ekan. Mutaxassislar yaxshi mutaxassislar ekan. Menga ma'qul keldi. Aziz bizni kuzatib borayotgan kanalimiz kuzatuvchilari, bemorimiz Uralov O'tkirbek 83-yilda tug'ilgan, 15 yildan beri qandli diabet kasalligi bilan, 3 yildan beri diabetik nefropatiya kasalligi bilan og'rib kelgan. Biz oldimizga kelganda umumiy holati o'rtoq darajada bo'lgan, yuzidan butun tanasigacha shishlar bo'lgan, qorinlarida shish, oyoqlarida, qo'llarida nasarka, o'pkasida suvlar bo'lgan. Bu yerga kelganiga mana 40 kun atrofida bo'lgan bo'lsa, bizga ko'ringaniga 40 kunda mana shunday holatga qaytdiki, oldingi holatigacha qaytdi. O'sha tavsiyalarni berdik. Endi ko'pchilik biz uzoq yaqindan kuzatadigan bemorlarimiz bor. Hammani ham bizni Namangan shahriga kelgan sharoiti yo'q. O'sha kanalimizda kuzatib borsanglar, sizlar haqida qiziqtirgan savollarga quyidagi raqamlarga murojaat qilsanglar, qo'limizdan kelgancha sizlarga tibbiy maslahatlar beramiz.